Va nihoyat yangi qishloqqa ko'chib keldim. Bu 97-qishloq bo'ladi. 13-qishloqdan ko'chib ketdim. Sababi esa qishloqlar bilan biroz nizogatchilikli urushlar bo'lgani sababli ko'chib ketdim. Bu yerda men uyimga o'xshaydigan uy bor ekan. Aytgancha barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Jo'xa va sizlar meni yangi video roligimdasizlar. Albatta men yangi qishloqqa ko'chib kelganimni hamma bilish kerak. Sizlarga ham aytayapman. Men bu yerda bitta men uyimga o'xshaydigan uy bor ekan va bu yerda qanaqadir g'alati qishloq bor ekan. Bu qanaqa qishloq ekan? Assalomu alaykum bratan. Va alaykum assalom. Siz nima bunday g'alati kiyingansiz? Bizda mana shunaqa kiyimlar bor-da. Короче, boy odamlar shunaqa kiyinadi. Men savdogarman. Savdogar ekansiz. Mayli, bratan bo'pti. Assalomu alaykum janob Jitel. Qishloq meri qayerda yashaydi? O'ng tomondagi uyda. Bo'pti, mayli. O'ng tomondagi uy qaysi? Endi mana bu ekan. Menimcha shu bo'lsa kerak. O'ng tomondagi uy. Yo'q, bu emas. Mer qayerda yashaydi? Merni topish eshigi yo'q, kravat bor. Adashmasam mana mer, bizni merimizga o'xshaydigan mer bor ekan bu yerda ham. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum assalom. Kimsan? Qaraysan? Juda ham zo'r savol berar ekansiz. Ismim Jo'xa, qishlog'ingizga yangi ko'chib keldim. Tanishganimdan xursandman. Mening ismim Mer. Ismingiz Mermi? Mer. Yaxshi. Menga uy kerak qishlog'ingizlardan qayerdandir uy olmoqchiman, lekin to'g'risini aytsam pulim yo'q. Yaxshi, o'zi sadaqalarga o'xshagan odamlar uchun bitta uy bor. Qayerda? Qishloqning chekkasida. Hozir shu yerdan to'g'ri yurasan-da, chap tomonga burilasan. Tushunarli. Demak, o'sha uyda yashasam bo'ladi, shundaymi? Tekin deb yozib qo'yilibdi, o'sha uyda yashayver. Faqat remont qilib olasan, biroz yomon ahvolda. Bo'ldi, rahmat addushi. Nima demoqchi? Voy, tilim aylanmay qoldi. Xo'sh, shu tomondan to'g'ri chap tomonga dedimi? Qayoqqa? U aytgan joyi qayerga bratandi? Tekin deb yozib qo'yilgan dedi. Adashmasam, shu yaqin atrofda qayerdadir tekin uy bo'lishi kerak. Mana bu qanaqa joy? U kompyuterxona bor ekanmi? Dahshat-ku. Bu yerda kimnidir garaji. Mana bu tomondamikan. Mana bu yerda ham men uyimga o'xshaydigan uy bor ekan. Mana uy bo'lmasin-da, juda ham g'alati uy ekan. Menimcha mana topdim. Sotiladi, tekin deb yozib qo'yilgan. Menimcha shu uy bo'lsa kerak. Eshik ocha. Rasos chiqib yotibdi-ku bu uyni. Mayli. Bu yerda poluzi bor ekan, juda ham yaxshi ekan. Poluzda hosillar pishib yotibdi, lekin buni atrofini o'rab chiqish kerak. Bo'lmasa jitellar dabdalasi chiqarib ketadi. Hozir bu yerda remont ishlarini olib borishim kerak. Keyin esa albatta asta-asta nima edi? Короче, bu uyning ichiga narsalarni joylashtirib chiqaman. Mebel sotib olishim kerak, lekin hozir menda mebel yo'q. Stop. Uy, nima narsa bu? Voy, suyakmi? Nimaga bu tekin desam, shu uchun edimi? Voy, yaramas. Voy, suyak, kimdir suyagi bor ekan. Qanday qilaman qochish kerak? Yo'q. Bu yerda qanaqadir g'alati holat bo'lyapti. Suyak, odam suyagi. Yo'q, odatda bu yer nimaga bunaqa ochiq? Yo'q, vobshe g'alati. Buni olib tashlash kerak yaxshisi. Hozir ko'chaga chiqarib otib tashlab yuboramiz uzoqroqqa. Odam suyaklari vobshe g'alati-ku. Nahotki bu yerga yashagan odam o'lib ketgan bo'lsa. Yo'q, g'alati, vobshe g'alati to'g'risini aytsam. Mayli, hozir bu uyni remont qilishim kerak. Hozir tosh bilan daraxt topib kelishim kerak. Menda ortiqcha yashik bo'lganda, mana bu narsalarni yashikka solib qo'yardim. Musorga tashlash kerak qayergadir. Bu yerda garaj bor ekan qanaqadir. Mayli. Mana bu bloklar hozir menga kerak emas va mana bu narsalar ham kerak emas. Hamda mana bu suyakni bir boshqa joyga olib qo'yishim kerak. Suyakni o'rmonning ichiga tashlab kelayin. Mana shu yerda tursin, men daraxt olishim kerak kakras o'zi bu yerdan bir ikkita. Okey. Bilmadim aynan nechta daraxt ketishini-yu, lekin ko'proq daraxt olib olishim kerak. Yangi qishloqqa ko'chib kelganim bilan o'zim tabriklayman. Sizlar ham tabriklamoqchi bo'lsanglar, kommentariyaga tabriklanglar, chunki 97-qishloq. Avval 13-gina qishloqda yashardim, endi 97-chi. 100-qishloqqa yashashim kerak, lekin 100-qishloqni qayerdan topaman bilmadim. Balki izlab ko'rarman keyinchalik, lekin hozircha 97da yashab tursam ham bo'ladi. Voy, mana suyakni qaranglar, vobshe g'alati-ku. Havoga suyanib turibdi, ko'ryapsizlarmi? Yomon g'alati ekan rostdan, to'g'risini aytsam. Endi tosh ham olib kelishim kerak, qayerdadir shaxta bo'lishi kerak shu yaqin atrofda. Shaxtaga borib tosh olib kelish kerak. Tosh qayerda bor edi? Bu yerda shaxta. Qayerda shaxta bor? Adashmasam mana bu yerda shaxta bor edi. Kelayotganimda shu yerda ko'rib o'tib ketgan edim mana shu yerda.
Tak, ha mana bu yerda ekan. Mana shu yerdan hozir bir ikkita tosh olib olaman, chunki polni ko'rdinglar, buzilib yotdi. Ya'ni yer blok bo'lib yotgan ekan, yer bloklarini olib tashladim, o'rniga toshdan yangi pol qilishim kerak. Aynan nechta blok ketishini bilmadim-u. O'rtacha 15 talar blok ketsa kerak. O'shaning uchun 15 ta blok olaman. Menimcha yetadi, bo'ldi, 15 ta bo'ldi. Ortiqchasini yo'q qilish qiyin ish emas. Shunchaki avval yetarlicha bloklarni olib olishim kerak. Uyim qayerda qoldi? Yangi uyim. Bilmadim, bu qishloq juda ham katta qishloq ekan, adashib qolish hech gap emas. Ha, mana bu yerda ekan uyim. Tak, mana shu yerdan polizning ustidan o'tib ketmaylik, qishloqlar yig'lashi mumkin. Tak, yetib keldim. Endi mana bu narsani olib tashlasak ham bo'ladi, chunki o'sha bu uy sotildi, endi kerak emas, sotildi degan yozuv. Xo'sh, bu yerni mana bu o't o'lanlarni yig'ishtirib chiqishimiz kerak birinchi o'rinda. Вообще juda ham yomon ahvoldagi uy. Xo'sh, okey, yaxshi. Mana daraxtlarning hammasini taxtaga aylantiraman. Va mana bunaqa joylarni yamab chiqish kerak. Tosh menimcha yetmaydi-yu, 15 ta kam olib kelibman. Mayli, bir amallab yetkazaman desam ham yetmaydi-ku. Voy. Mayli, borib olib kelamiz hozir. Lekin bu qishloqda qanaqadir mebel sotiladigan joy bo'lsa juda ham yaxshi bo'lardi. Mebel sotib olishim kerak. Yo'q, qayerdadir shaxta yo'qmikan shu yaqin atrofda? Mana bu yerdan toshlasa bo'lar ekan. Menimcha qishloqdagilar bu yerdan tosh olishimga qarshilik qilishmasa kerak. Chunki shunchaki yer chiqib yotgan joy, ya'ni tosh chiqib yotgan yer. Xullas, mayli. Nima bo'lsa ham mana shu yerdan biroz toshlarni olib oldim. Ular agar menga ortiqcha gap gapiradigan bo'lsa, bemalol ularni abjag'ini chiqarib tashlashga kuchim yetadi. Chunki men kachokman. Ancha vaqtdan beri trenirovka qilib, mashq qilib yotibman. Menimcha juda ham chiroyli bo'ldi. Ana endi mana bu yerda bir ikkita o't o'lanlar qolib ketibdi, bularni ham olib tashlaymiz. Ana endi ajoyib bo'ldi. Endi bu uy uchun mebel olib kelish kerak, lekin qayerdan mebel olsam bo'ladi? Qilichni qo'limga ko'rsatmasdan yurishim ma'qul deb o'ylayman, chunki agar qishloqlar ko'rsa juda ham yomon. Voy qishloqcha, qandaysan? Voy. Menga qara. Voy, kibrvachcha ekan. Biratan yaxshimisiz? Qayerda mebel sotadigan joy bor yoki sotilmaydimi mebel? Sotiladi. Qishloqning narigi tomoniga borasan, oxirgi uydan uy tomondagisi. Tushunarli. Qishloqning narigi tomoniga borasan. Mana bu tomonni aytdilar shekilli. Tak, oxirgi uydan o'ng tomondagisi. Mana buni aytdilar shekilli. Xo'sh, mana shu uy bo'lsa kerak. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Adashmasam sen Johasan. Qayerdan bildingiz? Ustimda yozilgan, ko'rmayapsanmi? Kim kirib kelsa, men ismini bitta deb aniqlayman. Juda ham yaxshi odam ekansiz. Короче, menga mebel kerak uyim uchun. Xohlagan mebeling bor. Pulini to'lasang bo'ldi. Ko'rsam bo'ladimi qanaqa mebel borligini? O'ng tomoningdagi shkafda bor. Tak, hammasi kerak, hammasini olaman. Hammasi 40 izimrod. Bo'ldi, hozir 40 ta izimrod sizga sanab beraman. Tak, 1 2 3 4 5 38 39 40 ta mana. Tak, mana sizga 40 ta izimrod. Bo'ldi. Menga yetkazib tashamading-ku, yetkazib tasha. Hozir bratan, hozir. Tak, hozir va bosh yetmay turgandi shu vaqtda. 40 ta mana. Tak, mana sizga. Bo'ldi, olib ketaver. Albatta olib ketaman, chunki pulni to'ladim-ku. Mayli bratan, sizga sog'lik. Senga ham. Tak, tomog'i o'rganmi bratan bunaqa qilib gapiradi. Ovozim o'xshar ekan, lekin bratanga kommentariy yozib qoldiringlar. Rostdan ham ovozing o'xshaydi, Joha deb yozib qoldirsanglar, men aytaman sizlarga o'xshamasligini. Короче, mana shu uy juda ham chiroyli uy bo'ldi. O'zimda uyim, wow, dahshat uy. Nima qildim? Eshik yopmoqchi edim shunchaki. Tak, endi birinchi kravatni joylashtirib olamiz bu yerga. Adashmasam mana shunday qilib joylashtirsam bo'ladi. Svetni esa mana bu yerga o'rnashtiramiz. Tak, bu yerda mana bunaqa shkaf bor. Shkafni bu yerga qo'yamiz. Tak, xolodilnik, muzlatgich. Nima qilganim bu? G'alati o'rnatib qo'ydim. Mayli, mana bunday o'rnatib qo'yish kerak. Havoda muallaq qolib ketgani g'alati bo'ldi. Tak, bizda notebook bor. Notebookni adashmasam mana shu yerga qo'ysam yaxshi. Qanday boshqaraman men o'tirib? Qo'limga nima bo'lyapti meni? G'alati joyga qo'yib yuboryapman. Tak, mana bu yerdan turib bemalol notebookimdan foydalansam bo'ladi. Buni esa bu yerga joylashtiramiz va svetni yoqamiz. Juda ham ajoyib. Tak, bo'ldi, boshqa hech narsa qolmadi o'zi. Tak, yoqamiz. Mana bu narsalarimni shu yerga joylashtirib qo'ysam ham menimcha juda ham yaxshi bo'ladi. Bitta verstaga yasashim kerak va polizim atrofini o'rab chiqishim kerak. Hozir ko'rsatdim sizlarga, poliz atrofi juda ham ochiq holatda. Verstak mana shu yerda turadi. Tak, bundan bir nechtasini
olib olamiz. Aynan nechta cho'p kerakligini bilmadim. Xo'sh, ana endi qanaqa yasalardi? Bu yerga bunaqa qo'yib, qolganini esa mana bunaqasiga qo'yilarmidi? Yo'q, buni yarmini bu yoqqa, yarmini bu yoqqa. Yo'q, mana bu yerdan ko'raylik yaxshisi. Tak, qani edi? Qani edi? Yo'q, bu emas. Tak, mana bu yerda, mana ha, bunaqa bo'ldi, o'rganib oldim. Tak, bunaqa va bunaqa hamda bunaqa. Endi o'rtaga cho'plar. Bo'ldi, hammasini yasab oldim. Voy, kech tushibdi-ku. Mayli, qorong'i bo'lgan bo'lsa ham bu yerda eshik qoladi. Qorong'i bo'lishiga qaramasdan ishlashim kerak, chunki agar polizim atrofini o'rab chiqmasam, qishloqlar juda ham yomon ahvolga olib kelib qo'yadi. Xo'sh, voy, qo'limga nima bo'lgan? Taporimni olib kelmabman. Endi bu yerni qanday to'g'rilasam bo'ladi? Mayli, ertalab turganimdan keyin to'g'rilab qo'yaman. Hozir esa kirib uxlashim kerak, lekin uyimning ichida nimadir kamdek tuyulyapti. Aynan nimaligini esa bilmayapman. Sizlar esa kommentariyaga yozib qoldiringlar, uyimning ichiga yana nima qilsam bo'ladi. Uyimni albatta ertaga yangi narsalar olib o'zgartirib chiqaman. Ya'ni bu uy vobshe katta uy va meni narsalarim shunchaki kamgina. Ko'proq narsa olib kelishim kerak va uyni biroz kattaroq qilishim kerak. Menimcha shunda to'g'ri bo'ladi. Bu yerda kompyuterxona bor ekan, bo'sh vaqtimda, zerikkan vaqtimda borib kompyuter o'ynab kelsam bo'ladi. Xullas, ertalab turib polizdagi hosillarni yig'ishtirib olaman. Juda ham ko'p hosil bor ekan bu yerdagi polizda. Bu qanaqa poliz menga tegishli emas. Короче, endi menga tegishli. Endi esa uxlayman.